Biza Olot somsa yegani Olot tumaniga keldik. Aytishlari bo'yicha original Olot somsa birinchi bo'lib mana shu kafeda yopilgan ekan. Mazasini ko'ramiz. Hozir biza Olot somsani originalini yeb ko'ramiz. Shu birinchi chiqqan Olot somsa shu ekan. Olot somsa tug'ilgan joyda Olotda yeyapmiz. Va bu boshqacha bo'lar ekan, boru. Boshqa joylarda suv ko'p bo'ladi, buni suv narx ko'p bo'lmas ekan-da. Suv ko'p bo'ladi. Bu vaqt o'tib ketib qoldi-yu. Qani? Mazasi zo'r ekan. Rostdan mazasi yaxshi ekan. Shu yeydigan Olot somsamiz bor-ku, maksimum o'shanga o'xshaydi mazasi ham, ko'rinishi ham. Xullas Toshkentda Olot somsa qiladiganlar yomon qilmas ekan aka. Shu bilan bir xil mazasi pashti. Tarqalgan bo'lmashalarning shogirdlari, bolalari, hammasi Olotliklar. Oddiy pechkada pishadigan somsani ichiga pomidor solish hammani ham xayoliga kelmaydi-da. Somsani ichiga pomidor soladimi? Lekin yaxshi chiqqan, qarang. Ko'rasizlar, sergo'sh, pomidor, bolgarskiy piyoz. Bitta baqlajon yetishmayapti. Suv chiqardim uni. Suv tortib bo'ladi. Xullas qaranglar, qisqa qilib aytaman, somsa xamiri yumshoq bo'ladi. Toshkent somsaga o'xshaydi xamiri. Ochsanglar, ichida qiyma bo'ladi, yog'i bo'ladi. Mana pomidori bo'ladi. Yana bo'ldi. Bolgarskiysi bo'lmas ekan, bolgarskiy dedim. Bo'ladimi? Ha. Xullas, mana shu Olot somsa bo'ladi. Mazasiga rostdan gap yo'q, mazasi zo'r, приятный juda ham. Yengil bo'ladi buni mazasi. Joyda yesangiz boshqacha deb. Joyda yesangiz boshqacha. Xullas biz buloq boshiga keldik. Olot somsani tug'ilgan joydamiz. Kelinglar. Xullas Olotda 3 ta narsa mashhur qilgan. Birinchisi polvonlari. Bu yoqda juda ham ko'p kurashchilar bor. Mana bitta Olotlik akam o'tiribdi. Bular ham kurashchilar. 24 marta Olimpiada chempioni, 82 marta jahon chempioni, 1 marta O'zbekiston chempioni. Xullas ikkinchisi somsa, birinchisi kurashchilar, ikkinchisi somsa. Olot somsasi boshqa hech qayerda nima deydi? Yo'q-da, bunaqasi no'nradinda baribir o'zini ona yurti, buloqni boshi shot xullas. Uchinchisi bo'lsa choyi. Mana bu yerda ko'ringlar choyi. Bunaqa choy boshqa hech qayerda qilmaydi bu. Ko'k norili choy dedim. Yo'q, bu ko'k norili choy emas ekan bu. Lolali choy ekan, lekin ko'k noriga o'xshaydi shunda. Mazasiga lekin vasha gap yo'q. Bunaqa choyi boshqa joydan topa olmas ekansizlar. Xullas Toshkentdan 600 kilometr bosib kelamanmi, bitta somsani deb dotgan bo'lsanglar, bilinglar, ba'zida somsani deb undan ham uzoqga borishadi odamlar. Bunaqa choy bo'lsa, topish juda ham qiyin. Kelinglar albatta. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Biz Buxoro shahar PMK mantisiga keldik. Mana shu akam aytishlari bo'yicha Buxoroning eng zo'r mantisi aynan shu PMKda ekan. Bu joy ochilganiga 41 yil bo'lgan ekan. Hozir Instagram uchun video oldim. Manti nerealniy zo'r. Hozir mana endi YouTube uchun ham qo'yamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar uchun maxsus yeb beraman. Qaranglar. Men o'zi odatda mantini qatu qo'shib yeyman. Lekin bu hayotimda birinchi manti qatu mazasini buzib qo'ydi, ishonasizlarmi? Buni qatusiz yeyish kerak ekan. O'zini mazasi nerealniy zo'r. Mana ko'ringlar, qaranglar. Xamiri nerealniy, yumshoq, приятный. Va ham ko'rasizlarmi suvni? Qarang. Onasini emson. Bunaqa shirin manti. Farhod aka, Buxoroliklar manti qilishni, ovqat qilishni san'at darajasiga ko'taribdi. Manti o'zi Uyg'urlarning ovqati. Lekin
Luboy Uyg'ur havas qiladigan darajada shirin chiqibdi manta. Gapingiz boru. Ha. O'zbekni ovqat bilan aldab bo'lmaydi. Men odamlarni qarang. Hali soat 12. Shuncha odam. Mana qaranglar, rostdan ham o'zbekni ovqat bilan aldab bo'lmaydi. Ya'ni shirin bo'lmasa bunaqa odam yig'ilmaydi. Bitta ko'ringlar, hali obed bo'lmagan. Soat nechi bo'ldi? 12. Telefonim o'chib qolibdi. Odam to'lib yotibdi. Odam to'lib yotibdi. Qani mana, yana beramiz. Bunga qatu, har xil achchu narsa kerak emas, o'zi zo'r. Ko'ringlar. Xullas biza Buxoro shahardamiz. Farhod akamlarga, Farhod aka Buxoroni eng zo'r somsasiga olib keling desam, masjidga olib keldilar. Bunda bu yoqlarni ko'rsatgin, qara. Bu yoqlar dala. Mana anaqa paxtazorlar hamma yoq. Lekin Buxoroning eng shirin somsasini bular aytish bo'yicha mana masjidda qilishar ekan. Bu Buxoroning Qorako'l somsasi deyilar ekan. Mazasini ko'ramiz, qani ketdik. Keldik mana. Ko'rasizlar. Bu ano Uyg'urlarning qapoq somsasiga o'xshar ekan, faqat boshqacha, ko'rinishi boshqacha. Ani ko'ramiz, ochamiz buni. Voy, vam qaraylik. Juda ham suli bo'lar ekan, sho'rvali bo'lar ekan. Mana qaraylik. Bucha qaraylik, xullascha mana bunaqa ekan. O'zi olot somsasini yeganimda ham shu Uyg'urlarning qapoq somsasiga o'xshadi-da, menga bor. Qanaqasi, faqat ichida shu pomidori anaqa yeganda, bu yerda ham xuddi shunaqa. Xullas o'sha Uyg'urlarning qapoq somsasi, Buxoroning olot somsasi, Buxoro shahrini o'zining somsasi qo'shilgan ekan. Mazasini ko'ramiz. Etishligisi bo'yicha bu Buxoroning eng zo'r somsasi ekan. Qani bismillah. Bu odamlar so'qoq qilib qo'yadigan somsa ekan. Qanaqa tushuntirsam ekan, qaranglar. Xamiri Jizzax somsani xamiriga o'xshaydi, faqat yumshoqroq, ingichkaroq. Go'shi ilillab ketadi, xuddi mantini go'shiga o'xshab qolar ekan go'shi. Ichida pomidori bor, piyozi bor. Mana qaranglar, shuncha tishlaganda ham mana sho'rvani qaranglar. Ko'rasizlarmi? Ko'rasizlar? Juda ham sergo'sh bo'lar ekan. Agar Buxoroga kelsanglar, albatta shu Qorako'l somsasidan yeb ko'ringlar. Men Farhod akam olib keldilar, ko'rsatdim. Farhod aka, baraka toping. Yoqdimi? Ya zo'r ekan. Buni go'shi, mantini go'shi, xamiri lekin alohida bitta tema ekanda. Xamiri rostdan. Xamirini yaxshi ko'raman mana. Xamiri zo'r ekan. Xullas kelinglar. Aynan mash somsadan zakaz qilinglar. Men lokatsiyamcha tashab ketaman. Shunda kommentariyaga plus qoldirib ketsanglar, ilova orqali o'tib olasizlar, lokatsiya o'sha yerda bo'ladi. Yeb ko'ringlar albatta. Buxoroni Qorako'l somsasi ekan bu. Joyi oti nima dedi? Dalaning o'rtasida xullas. Shalg'am Xo'ron mahalla. Shalg'am Xo'ron. Shalg'am Xo'rol degan mahalla ekan. Shu yerda somsasini bitta ko'ringlar. Afsuslanmaysizlar. Bu sho'rvasi tugamas ekan buni. Biza Zarmitanni duo ketgan qatuvlarini ko'rgani keldik. Aytishlari bo'yicha bu yoqda qatuvlar to'kilmasmish. Chunki duo ketgan ekan mana. Ko'ryapsizlar? Qatuv to'kilmaydi. Mana haykal ham shunga qo'yilgan. Bu yoqda qatuvlar to'kilmas ekan. Chunki bir paytlar Bahovuddin Naqshbandiy masjiddan o'tganlarida xullas chanqab qolgan ekanlar, suv beringlar deganda sut berishgan ekan kosada. O'shanda o'sha sutni ichib, iloyim suting kosasidan to'kilmasin degan ekanlar. O'shandan beri mana to'kilmas ekan gap yo'q. Mana. Ajoyib. Ko'rsatamiz ichganini. Toshkentdan Buxoroga kelishingizda Qiziltepa degan joydan albatta o'tasiz. Mana masjidda duo ketgan bitta qishloq bor ekan. Uni oti nima dedingiz? Zarmetan. Zarmetan. Metan zapravka, zar xullas, Zarmetan degan joy bor ekan. Qishloq, ana o'sha qishloqda qatuv tayyorlashar ekan. Mana ko'ryapsizlar, shu opamni sotar ekanlar. Meni ham olib kelishdi, men ham bilmasdim. Xullas mana bunaqa adnorazovый idishlarda sotilar ekan, mana bunaqa kosalarda sotilar ekan. Bular to'kilmas ekan mana. Endi qarang, yana qanaqa idishda sotasizlar? Ko'zachamiz bor. Qani ko'zachangizni beringchi. Ichidan любойni bittasini olib bering, mana qaranglar. To'kilmaydimi bu ham? Yo'q, To'kilib ketsa pulini to'lamayman. bo'ldi. Bo'ldi.
Mana ajoyib, qaranglar. Qatu to'kilmas ekan. Chunki duosi ketgan ekan bu yoqqa. Lekin men o'ylayman, baribir buni tayyorlashni o'zini ham uslubi bor-da. Bizani qatularga o'xshab tayyorlanmagan. Duo ketgani alohida tema, tayyorlanishi alohida tema. Faqat uni tayyorlanishini biz qishlog'iga borishimiz kerak. Mana shu akamlar qishlog'idan alohida bizga intervyu qilib beradilar. Qishlog'i bu yerdan uzoq ekan. Bo'lmasam bormoqchi edim. Mashina nechta pul hozirgisi? Ko'zacha 12 ming. Ko'zacha 12 ming. Gap yo'q. Kosa nechta pul? Kosa 7 ming o'tirib ichishga, adnaraziyimiz bor, u 8 ming. Xullas, mana shu kosada mana bu yerda o'tirib ichadigan bo'lsanglar, 7 ming ekan. Agar turib ichaman desanglar 8 ming mana bunaqa idishda ekan. Bismillah deb yeymiz. O'zi qaranglar, odam bismillohni ichida ham etsa bo'ladi, ustida ham etsa bo'ladi. Lekin shunaqa internetda negativ ko'payib ketdi. Men o'zi endi ushalarni deb bismillah deydigan bo'lib qoldim. Odam xijolatli bo'lyapti. Bo'ldi, mana. Bismillah. Mazasi rostdan ham nerealniy shirin. Olib beraymi? Ko'rsanglar bo'ladi mana. Ko'rasizlar. Kosa nech pul dedingiz? 7 ming dedingizmi? 7 mingga 2-3 martalab arziydi. Qato'larga o'xshaydimi? Bozorda sotiladigan qato'larga boshqacha mazasi ham? Mazasichi bilasizmi nima? Anu turetskiy yogurt degani chiqdi-ku hozir. Grechskiy. Ha. Gretskiymi, turetskiymi, mahmanasi plotniy ekanda, ichi deganliqasi. 8 ming bir. Yeganingizda xuddi suzmaga o'xshaydi, lekin suyuqda. Plotniyda, qanaqadir. Mazasi zo'r. Men bitta narsani tushundim, hamma yoni anaqa suzmasi, hamma yoni qatig'i o'ziga yarasha ekan. Ya'ni Toshkentniki zo'rmi, bo'ttikimi deydi-yu. Unaqa bo'lmaydi, qattiqdir. Hamma yoni ko'kcha mach. hammasini o'ziga yarasha mazasi bor. Hammasi o'ziga yarasha mazasi bor. O'chirib turadigan qato bor-ku. Lekin juda qaymoqli ekan, qaymoqlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, Toshkentdan Buxoroga ketayotganda Qiziltepa degan joyga bor. O'sha yerda mana shunaqa ostanovkada sotishyapti. Boshqa hech qayerda sotmaydi, buni bittasi sotasa. Qishloqda sotadi. Qishlog'ida sotishar ekan. Qishlog'iga men bora olmadim. Mana shu magazindan o'tayotganinglarda kirib ketinglar. Olinglar. Olamiz oldirmaymiz, solamiz soldirmaymiz. Qiziq bo'lsa, interes ko'paysa, men boraman qishlog'iga. Tayyorlanish jarayonlarini unda suhbat qilib olaman, xudo xolasa. Qiziqish ko'p. Like ko'paysa. Xullas, bu yoqda mana bunaqa non ham sotilar ekan. Bular vodiy non deyishar ekan. Men vodiyda shuncha yurib bunaqa non ko'rmaganman, bilmadim, lekin bularda vodiy non deylar ekan. Men ko'rganman, eslolmadim lekin. Vodiyda ko'rganman. Menimcha bu shu oddiy non bo'lsa kerak. Qay bitta yeb ko'rsam maylimi? Buxoroning shirmoy noni bor-ku, o'shanga o'xshar ekan ko'proq. Xullas, yomon emas. Shu ostanovkaga kirib ketinglar, mana shu opamlar sotyaptilar, mana shu qatularni olinglar. Nonni o'zinglar bilasizlar, lekin qatuni olinglar, albatta olinglar.